Assalomu alaykum texnik do'stlar. Sizlar bilan Koordinatov. Bugun sizlar bilan iPhone 17 Pro Max to'g'risida gaplashamiz. Tak, bizning qo'limizdagi iPhone 17 Pro Max ni 1 terabaytligi, rangi o'sha trenddagi orange rangida. Endi uni ochib ko'ramiz. Tak, vizualni baho beramiz. Qanaqa o'xshaganmi, yo'qmi? Hamma narsasi o'zini joyida turibdi. Orqasi shu yumshoq alyumin korpus. Kameralari vроде бы hammasi joyida. Endi komplektatsiyani ko'ramiz. Komplektatsiyada bizda telefonimiz o'zi, kabelimiz va bizda shu sim kartani chiqaradigan slotga dokumentatsiyasi bor. Bularni hozir bir chekka olib qo'yamiz. Bizga bular qiziqmas. Telefonning imkoniyatlari bilan tanishamiz. Tak. Nimagadir ekranida mana bliklarni ko'rishingiz mumkin. Bir marta уже qo'l tegan ekan bu telefonga. Mana shu chetdan kirayotganda ochib ko'rishganmikin? Yoqib ishlatib ko'ramiz demak. Tak, umuman o'z ekranlari hech qayerda men aybini ko'rmayapman. Hamma detallar o'zini joyida. Даже mana kameralarni ko'rishingiz mumkin. Kameralarda ham hech qanaqa aybi ko'rinmayapti. Ko'pchilik kopiya iPhone'larda mana bu olmasi ozgina teparoqda joylashgani chiqyapti. Hozir bunisi уже xitoyliklar ham bilib iPhone'ni olmasini o'zini joyiga qo'yib qo'yishyapti. Tak, telefonimiz yondi. Ishlatishlarini, tezligini, umuman ekran sifatini baholash uchun sekin-sekin har bitta joyini ko'ramiz. Ya'ni bir chekkadan boshlaymiz. Nastroykani ichiga kirib, hamma funksiyalarni ishlatib ko'ramiz. Misol uchun Wi-Fi mana. Wi-Fi yoqilyapti. Bluetoothlarimiz bor, Bluetoothlarimiz ishlayapti. Tak, internetimiz yo'q bizda, chunki bizda qo'yilmagan hali sim karta hotspot yoqishimiz mumkin. Ovozlari eshitilishi lekin yomon emas. Focus rejim bor bizda. Tak, general kirib endi about kiramiz. Telefon haqidagi ma'lumotlarni olish uchun iPhone iOS versiyasi 26, 17 Pro Max. Tak, hozircha hamma narsasi joyida. Tak, NFC-larimiz. Bizda yana nimalar bor? Tak, keyboardlarimiz hammasi joyida. Hozirgi nastroykalar bo'yicha hech qanaqa farqlar sezilmayapti. Endi tepadagi ikkita shtorkani tushirib ko'ramiz. Bizda bilsanglar уже iPhone'larning yangi iOS'ida dizayni ham o'zgargan. Bunda ham xuddi shunaqa o'zgartirib chiqarishdi. Вроде бы hamma knopkamiz ishlayapti, spichkalarimiz ishlayapti. Tak. Endi kameraga kirib kamerani ishlatib ko'ramiz. Foto rejimda misol uchun 05, 1, 2, 8 gacha yaqinlashtirishimiz mumkin ekan bemalol. Hop, video imkoniyatlari. Videoda ham xuddi shunaqa 05 dan 8x gacha bemalol o'zgartirishimiz mumkin ekan. Endi bizda boshqa sinematik modlar ham yo slow modlar ham ishlashini ko'ramiz. Slow mod ishlayapti, sinematikda ham ishlayapti. Tak, yonida bizda action buttonlarning yonida bizda kamera control bor. Kamera kontrolda bosganingizda kameraga oladi va zoomni ham shu orqali boshqarsanglar bo'ladi. Mana. Bemalol zoomlarni shu yerdan ham boshqarsa bo'ladi, bu ham ishlayapti. Hozircha hech qanaqa muammo ko'rinayotgani yo'q. Tak, endi biz
har bitta приложениyaga kirib chiqamiz. Bizda nimalar bor? Files bor ekan, Home, Translate, bizda bu yerda iWatchlarimiz haqida ma'lumot, YouTube, diktofonlar o'ylaymanki ishlayapti hammasi. Diktofonlarimiz ishlayapti. Tak, Google Chrome bor bizda. TikTok, Facebook, WhatsApp va YouTube shu telefonni olganingizdan o'zi uстановка qilingan bo'lar ekan. Tak, obloshkani o'zgartirib ko'ramiz. Wallpaperga kiramiz, yangisini qo'shamiz. iOSda yangi o'zi qo'shib bergan obloshkalar ham bor ekan. Yana bitta boshqasiga o'zgartirib ko'ramiz. Obloshkalarda hech qanaqa muammo yo'q. Obloshkalarni o'zgartirsa bo'ladi. SMSlarimiz bo'm-bo'sh hozircha. Safarilarimiz ishlayapti. Tak. Ya'ni imkoniyatlaridan buning ichida list qo'shish mumkin. Ya'ni o'zingizda qanaqadir ishlaringiz bo'lsa, ularni ketma-ket esdan chiqmaslik uchun yozib borishingiz mumkin. Soatlarimiz, budilniklarimiz 9, 8:30, 7 ga qo'yilgan ekan. Bilmadim bu kim qo'ygan, lekin точно emas. Xo'p, sekundamerlarimiz bor, taymerlarimiz bor. Hamma narsamiz ishlayapti. Tak, yana nimani ko'rishimiz mumkin? Kelinglar bitta shu har doim qiladigan ishimiz YouTubedan bitta video, ovoz sifati va ekran sifatini baholash uchun. Tak, YouTubedan istalgan bitta videoni qo'yib ko'ramiz. Birinchidan YouTube ishlaydimi yo'q bilish uchun, ovoz sifati va ekran sifatini baholash uchun. Manimcha prosta bizning internetimiz qotayotgan bo'lsa kerak, shuning uchun ozgina загрузка bor. Sadly, this lion, if left untreated, would literally die. And it's the first of 1,000 animals we're going to be saving in this video. Here's how. We'll be using a sniper. Yomon emas. Ekran sifati ham, ovozlari ham o'ylashim bo'yicha yaxshi chiqyapti. YouTube'da bemalol aylantirganingizda ham hech qanaqa ekran qotib qoladi yoki bo'lmasam birlashni chiqib ketayotgani yo'q. Hammasi planli ishlayapti. Tak, bizda Facebook'imiz bor. Agar Facebook qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu o'zi telefon olganingizda uстановка qilingan bo'ladi. Ikonkalar ham ko'rsanglar, yangi iOSda o'zgargan edi. Shunga o'xshatib o'zgartirishgan. Xuddi shunaqa shtorkani tushirganingizda ham bu effektni, yangi effektni bu yerda ham qo'llashgan. Ya'ni iOSlarni ham yangilab telefon bizgacha yetib kelgan. Hop, bizda batareykani bitta ko'rib o'ra qolaylik, mayli. Batareykamiz 100%, umuman ishlatilmagan. Yana o'ylaymanki, telefon haqida biz umumiy ma'lumotni oldik. Bizda mana slot sim kartamiz. Tak, baland past qiladigani. Vroде бы hamma narsasi joyida. Yangi dizayn. Umuman olganda yomon emas, juda yaxshi kopiya bo'lgan, juda yaxshi o'xshatishgan. Kimdir agar ishlataman desa ham bemalol olib ishlatishga arziydi deb o'ylayman. Prosta kimdir ko'chada sizdan so'raganda, telefoningda 4 telefon qo'yadigan paytda men buni zaryadkam yo'q deysiz, bo'ldi. Boshqa hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Telefon qotmayapti ham mana ishlatishda, internetlari hech narsasi qotmayapti. Bemalol o'sha iPhone qanaqa ishlasa, xuddi shunaqa ishlayapti bu ham. O'ylaymizki, video davomida sizga shu telefon haqida qisqacha ma'lumot bera oldik. Sizga yana qaysi telefonlarning obzori qiziq bo'ladi? Izohlarda yozib qoldiring.